Xitoy Askiya bozorini sotib oldi. Yakkasaroy tumanida joylashgan Askiya dehqon bozori xitoyliklarga 225.6 milliard so'mga sotildi. 15 daqiqa davom etgan auksionda Xitoy kompaniyasining boshlang'ich bahodan 5% ga yuqori narx taklifi g'olib deb topildi. Joriy yilning 20-dekabr kuni Askiya bozori hududi va bino inshootlarini sotish bo'yicha auksion o'tkazilgandi. Boshlang'ich narx 214.9 milliard so'm deb belgilangandi. Auksion platformasiga joylangan ma'lumotlarga ko'ra, savdo jarayoni 15 daqiqa davom etib, unda ikkita kompaniya ishtirok etdi. Yakunda boshlang'ich bahodan 5% yuqori narx 225.6 milliard so'm taklif qilgan Xitoyning Shenke International kompaniyasi g'olib deb topilgan. Ikkinchi kompaniya narx taklifi bilan chiqmagan. Korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestriga ko'ra, xaridor Shenke International mas'uliyati cheklangan jamiyati 2024-yil 23-mayda Toshkentda ro'yxatga olingan. Joriy ustav fondi 68 milliard so'm. Bozorning Xitoy kompaniyasiga sotilgani haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.